Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü şeylerimizle başlayımız. Hava rayyanı buzulup duruvatıdı, yağmurun havası buluvatıdı. Ve işte gerek sözleyime geçiren vatandaşlarım. Bugünkü mavzular mındak. Cungo yetip geldi. Pul imperiyasının yumuşak gücü stratejisi mavzulu haber. 2. ayının 19. günü Germaniya dolguları ilan kılındı. Ve şu günü ben bir orbiti göçürüldü. Haber mındak başladı. Maliye küçe bargansır zor yıvatkan cungu. Təsir görüstüş vasıtını asta yıraklağı çıkına etmekte. Bunu da selvorun Germaniya benz maşini sazlıq şirkisinin jükünüp durup Cungo'dun əpo soruğallığı bu Qərb əlveri şirketlerinin Cungo'ga baş əkkelliginin bir temsali bolup kaldı. Janubi Germaniya gizli Cungo'nun kanda kılıp avaz mı çıkamayı kadem kıstap gelip özünün təsirini bütün dünyanın her qaysı jaylarına kengaytkelligini tahlil kıldı. German tili Cungo'nu başqaça bir ataş bilen mi ataydı iken, yani Merkezi İmperiya dep ataydı iken. Biroq Janubi Germaniya gizlinin Beijing'de turuşluq muhbiri Kay Street Matter. Lekin hazır Cungo Pol İmperiyası dep atılış gerek. Başka nam bile atalması gerek. Cungo bugün Pol İmperiyası dep atılış gerek dep görsetti. Lekin German tilida bundaq ataşqı ahırğı bir xatni ortiqcha qo'shib qo'ysang, bundaq ataşqı masxira aralashgan bo'ladi ekan. Jungo o'zgarish jarayonida G'arb dunyosi shundaq ataşqı tegishlik shundaq bir holga yetib keldi. Lekin tuyuqsiz bir masala o'ttirg'i chiqdi. U bo'lsa-mu zot ekan, kimni o'zgartirdi? Tuyuqsiz bir mesele o'ttirg'i chiqdi. Zodi kimni o'zgartirdi? G'arb dunyosi Jungoni o'zgartamdi yoki Jungo G'arb dunyosini o'zgartamdi degan masala o'ttirg'i chiqdi. Bu masala shuning uchun o'ttirg'i qo'yildiki, bu muxbir bu masalaga bir nechilagan misollarni keltirdi. Cümleden bundan sel burun münazara qo'zg'agan Germaniya şirketinin Dalai-Lama'nın hikmetlik sözlerini işletkenligi sebeplik Jungo'dan Apple soruğallığı. London Hancamet-i Sariye tiyatrxanasının Tibet'e alakadar bir sahne tiyatrını oynaşını emelden kaldırğallık doğrusudaki haberi. Türkiye Tashqi ishlar Ministerligining Jungoni tanqidlashga munosabatlik xabarlarning hammasining matbuot yuzi ko'rishini amaldan qoldirganligi to'g'risida Jungoga bergan va'dasi qatorliq misollarni germaniyalik muxbir tamsil qilib keltirdi. Butun dunyo diqqat qilyapti. Jungo kelyapti. Mavzuluk makalı davamlaştırıp mındak görsetti. Jungo allaqachon iqtisodiy jihatda dunyodagi cho'ng davlatga aylandi. Lekin o'tgan bir necha 10 yilda Jungo izchil tuvan maqomda turib keldi. Lekin bundaq turib kelish hozir o'tmishga aylandi. Jungoning raisi Xi Jinping o'tgan yil 10 oyda o'tkazilgan 19 qurultayda mundaq jakarli yangi devir başlandı. Jungo dünya sahnesinin merkeziga qarab meniş gerek. Jungo Kompartiyasi özünün arzusu bo'yicha ikkinchi bir xil yer shaharlashni qurib chiqmoqchi bo'lyapti. Urg'ib turgan bir yil, bir belbog' va urg'ib turgan bir yo'l, bir belbog' turi bu nishon uchun xizmat qiladi. Jungo dünyanın her qaysı joylarida asası qurilish aslahalari qurilishi bilan qaplamoqchi bo'lyapti. Bu orqali iqtisod vaziyat yaratmoqchi va dunyo siyosiy vaziyatini o'zgartmoqchi, yaratmoqchi bo'lyapti. Mushunda mablag' solishga asoslanib Jungo aniqla Yevropa ittifoqining ichki qismida o'ziga go'moshni izlab topdi. Masalan, Çex Cumhuriyeti, Vengriya,
ve Yunanistan Avrupa İttifaqının içinde durup Cungo'ga gomaştı oldu, deydi muhbir. Bu devletler Brüssel'da Avrupa İttifaqı'da Cungo'nu tenkit kıladigan iş bolsa qo'shilib ovoz bermaydi. Reis Xi Jinping ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Biz Cungo'ning yumshoq kuchi kuchaytirishimiz lozim. Bu yumshoq kuch butun dunyoga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan. Oliy maktablarga, iqtisod oliy maktablarga, matbuot nashr afkorlarga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan. Demek oliy maktablar bazasini ve matbuot organlarını müteessir gösterip ulanı kolgu düşürüş qartilgan. Jungo bunun için nurgun zaman tirishchanlik ko'rsatdi. Belki hiç kim bunu sizip alalmadı, bayqayolmadi. Meyli Amerika, meyli Avrupa, bütün dünya Rusiyanın gepini qildi. Amaliyotda erkin dunyoga xiris paydo qiladigan, iqtisodi to'xtab qolgan Rusiya emas, balki iqtisodiy qudratlik Jungo'dur. Bütün dunyoga tahdid qiladigan, tahdid solayotgan Rusiya emas, amaliyotda iqtisodi gullanayotgan Jungo'dur. Bu cho'ng davlat hozir raqamlashtirish shaklida mustabid hukmronligiga yangi aniqlama beryapti. Janubiy Germaniya gazeti muxbiri Jungo besim ishiltish bilan aldash taktikasini birlashtirib ishlatdi. Jungo bütün dunyoga besim ishiltish bilan aldash taktikasini birlashtirib ishlatdi. Bu vazifa davlat organlari, axborot organlari, Jungo shirkatlari, oliy maktablar ijro qiladi. Bunun uchun hozir har yili 10 milliard dollar atrofida pul xarjlaydi. Bunun için hazır her yili 10 milyar dolar atrofida pul xarjlaydi. Hazırmış G'arb dunyosida musofir bo'lib shu yerda siyosiy panohlik olayotgan Uyg'urlardan qanchalik kishi bu dollardan ajratib xarjlaydigan vatandoshlarim, men aqli va vijdoni bor Uyg'urlarga xitob qilyapman.